Ben o'zim ko'rdim. Madina-i Munavvarada payg'ambarimizni masjidlaridan chiqib bir ro'da 100 metr bir chekroqda skameyka turgan ekan, o'sha joyda 4 ta odam o'tiribdi. 65-70 yoshdagi odamlar o'tiribdi. Eng yomoni, eng ashaddiysi o'sha odamlar vodiylar ekan. Xayrligini aytmayman, vodiy keng joy-ku, umumiy ma'noda vodiy. Lekin hozirda viloyatning nomini aytib bo'lmas ekan, bu jinoyat ekan. Bordim, telefonni yoqdim, telefonimda turibdi, kameraga oldim. Kameraga oldim. Ikkitasi qochib ketdi. O'ylab ko'ring, qarangda, ehson qilayotgan bo'lsa shular qocharmidi? Bir boshqa shaxsiy ish qilayotgan bo'lsa qocharmidi? Sigaret chekayotganlik uchun qochib ketdi. Keyin ikkitasi assalomu alaykum deb qo'lni, qo'lingizni torting, men siz bilan ko'rishmayman dedi. Ko'rishmayman men siz bilan. Qo'lingizni ushamayman, Allohga qasam. Nimaga dedi? Nima qilib o'tiribsiz? Shu iflos ishingizni shaqqa ham olib keldingizmi? Shu Rasulullohning shaharlarigacha olib keldingizmi shu iflos ishingizni? Mayli, yoqda chekkandirsiz 30 yil, 40 yil. Shu iflos ishni qaysi jur'at bilan, qaysi hayo bilan olib keldingiz? Mana 100 metr nariyoqda Rasululloh turibdilar. Rasulullohning huzurlarida shu ishni qilishga uyalmaysizmi? Yoki siz mana shu ishni haj qilishdan, hajizdan qoniqyapsizmi? Qabul bo'ldi deb o'ylaysizmi? Yüz 150 yil oldin borgan ota bobolarimiz Madinaga yashayotgan o'sha Afg'oniston orqali borganlar. Biror bittasi yo Makka yo Madinada bir marta yerga tupurmagan ekanlar. Tupugim Rasulullohning qadamlariga tushib qolarmikin deb tupurmagan ekanlar. Bular qaysi jur'at bilan chekib o'tiribdi? Kim bularga sen boraver, hajingni qilaver, chekaver, seni hajing qabul degan narsani kim aytdi? Qayerda bor? Qayerda? Kim? Ular o'sha bu yerda chekkan, borib ham chekyapti. Borib ham chekyapti. Kelib ham chekadi. Meni kelgandan keyin chekkan inson ko'rgan iymoni, e'tiqodi durust odam, masalan, shaxsan men seni padaringga la'nat deyman. Yetaman, betiga yetaman. Sen hajga bordingmi? Hajdan kelib ham chekyapsanmi? Seni padaringga la'nat deb ayta olaman. Betiga yetaman. Endi men bu yoqdagilarga yaqqa bormaganlarga chekmagan ukam yo chekmagan aka, bu harom-ku desa, hojilar chekyapti-ku, bizni kim bo'lamiz deydi.